Albatta, ko'rganingizdek yig'in bugun birinchi kunimiz. Kecha yig'ildik, nima bilasizlar, bugun kimdir qo'shildi, ertaga qo'shilishadi. Albatta, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Vaqt ziq, o'zi 2 kun qolyapti tayyorgarlik uchun. Ko'rganingizdek, hali yigitlar hammasi kelmagan. Ertaga uchib keladi ko'pi. Ko'pi deganda 5-6 kishi ertaga. Kimdir kechasi keladi, kimdir ertalabga yaqin keladi. Inshaalloh ertaga kechga polniy sostavda trening qilamiz. Tayyorgarlikni ko'ramiz. Albatta hamma har xil sostoyaniyada, kimdir kecha o'ynagan, kimdir 2 kun oldin o'ynagan. Bu narsa ham bor. Eng asosiy albatta hammasi sog' salomat. Albatta Husniddin Domasi Aliqulovni albatta bu ham katta yo'qotish deb bilaman. Futbol shunaqa narsaki, hamma narsaga tayyor turishimiz kerak. Har bir futbolchi tayyor turishi kerak. O'ylaymanki, yaxshi tayyorgarlik ko'rib, o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. Deyarli Eronni menimcha biz jamoa yaxshi taniydi. O'rganib chiqamiz, vaqtimiz ham bo'ladi. O'zimizning ham 2 ta o'yinimiz bor. O'shaning uchun kerakli ma'lumotni to'playmiz. Albatta oson bo'lmaydi. Bu siklda hech bitta o'yin oson o'tmadi. Qirg'iziston albatta qo'shnimiz va xohlaymizmi yo'qmi, motivatsiya tarafdan har taraflama tayyorgarlik ko'radi. U o'zlarining vazifasini bajaradi. Biz o'ylaymanki, biz ham o'zimizning vazifamiz bor, maqsadimiz bor. Yaxshi tayyorgarlik ko'rib, kim bo'lishi qat'iy nazar Qirg'iziston bo'ladi boshqa jamoa, uyda o'ynaymiz. Menimcha chiqib maksimal harakat qilishimiz kerak.